yosh o'rkashnoslar to'garagining sayohati davom etadi. Bizning bugungi manzil Buxoro hukmdorlarining yozgi saroyi, oy va yulduzlarga monand bo'lgan Sitorai Mohi Xossadir. Bir 1980-yilda Sitorai Mohi Xossa saroyining 5 tildagi yo'l ko'rsatkichi nashr etildi. Ushbu yo'l ko'rsatkichning muallifi Kryukov hisoblanadi. Muallifning so'zlariga qaralganda, ushbu saroy 19-asrning oxirida Ahadxon davrida barpo etilgan. Sitorai Mohi Xossa saroyi bilan bog'liq tarixiy faktlar va afsonalar batafsil yoritilgan kitob Qoryoqda Jumayevning Sitorai Mohi Xossa kitobi hisoblanadi. Saroyda qurilish ishlari 20-asr boshlarida boshlangan bo'lib, bu qurilishlarda nafaqat mahalliy ustalar, Rossiyadan kelgan arxitektorlar ham faoliyat yuritgan. Saroy hududi 7 gektarga yaqin bo'lib, hozirgi kunda 3 ta saroy binosida Xalq amaliy bezagi san'at muzeyi joylashgan. Hashamatli darvoza orqali kirib borilgan. Hovli berundan dolon orqali ichkari hovlilarga kiriladi. Bu yerdagi binolarning asosiy qurilishi 1912-1914-yillarda amalga oshirilgan. O'ng tomondagi ayvon saroy xonalariga ulanib ketilgan. Eshik oldida g'azg'on marmaridan ishlangan sher tasviri hamda hovli markazida favvora mavjud. Keyinchalik 1986-yilda bu yerda usta Shirin Murodovning byusti ham o'rnatilgan.